Juda zo'r planirovka topib qo'ydim. Sizlar uchun Yunusobod 14-kvartalda 4 xonali 4-etaj, 5 etajli domda 91 kvadrat ekan. Xo'p, mana bu udvoyniy zalimiz hisoblanadi. Juda katta keng. И mana akvaroblari bor ekan. Hamma yoq plastikli qilingan ekan. Keling, mana obzorimizni boshlaymiz. Mana bu kiraverishimiz общий hisoblanadi. И mana detskiyni ko'rsating. Bitta olib remont qilib olsangiz juda zo'r kvartira ekan. Akvaromlari bor, reshotkalari bor ekan, tayyor. Mana bu yoq ratitelka hisoblanadi. Keling ko'ring. Bu yoz spalni hisoblanadi. Keling, mana bu yog'imizda vanna ekan. Vannamiz toza ozoda ekan. И bu yog'imiz tualet. Bu yoq mana общий kuxnyamiz hisoblanadi. Mana menimcha uголок qo'yib olsangiz, asrijit qilib olsangiz zo'r kvartira ekan. И bu yog'imiz balkonga chiqib o'rish, kuxnilari bor ekan, gaz plitasi bor ekan. И mana orientirni ko'rsating, orientir shunday Bahodirning o'zida ekan. Yo'lli yuzi. И balkoni 2 ga 6. Общий kvadrati 91 kvadrat. Narxiga kelsa 81500 so'raymiz. Qiziqqan bo'lsa, opsiya nomerini qoldiramiz.